Sulaymon ibn Abdulaziz Rojihiy degan odam o'tgan Saudiyada. 1928-yilda tavallud topgan u kishi. Juda ham bir kambag'al oilada tavallud topgan. Maktabga borsa, ustoz aytadiki, "Bolalar" deydi, "Biz yaqin kunlarda sayohatga chiqamiz. Hamma 1 riyoldan olib kelsin" deydi. Yosh Sulaymon oilasiga kelib, onasidan 1 riyol so'raydi. Onasi aytadiki, "Ey bolam, bizda 1 riyol nima qilsin" deydi. "Qara faqirligimizni, qara kambag'alligimizni. Otangdan so'rab ko'rchi" deydi. Sulaymon otasini oldiga umid bilan boradi. Otasidan ham shu javobni olgandan keyin, "Ey Sulaymon, bizda 1 riyol yo'q senga berishga" deydi. Sulaymon maktabga juda xafa holatda keladi. Farosatli ustoz uni sezadi-da, kim hozir meni savolimga to'g'ri javob bersa, unga hadiya bor. Unga 1 riyol beriladi deydi. Bu savolga faqat Sulaymon Rojihiy javob berishligini ham eslatib qo'yadi. Maqsad nima? Maqsad ustozning sezgirligi Sulaymonni hijolatli holatdan olib chiqish edi. Juda oson savolga Sulaymon tezda javob beradi va unga 1 riyol taqdim qilinadi. Oradan vaqtlar o'tadi. Sulaymon juda ham yaxshi o'qiydi. Tadbirli, tadbirkor va tez orada Sulaymon Rojihiy nomi butun Saudiya Arabistoniga keng tarqaladi. Rojihiy bankiga asos solishi, Islom bankiga bir qancha kompaniyalar egasi bo'ladi. Yoshligida uni o'sha halol pokiza yo'lga sababchi bo'lgan ustozini izlay boshladi. Ustozi Falastindan edi. Qarib qolgan, keksayib qolgan, uncha ishi yurmaganidan yurtiga qaytib ketishni reja ham qilayotgan edi deb eslanadi. Sulaymon borib topadi, salom alaydan so'ng, "Esingizdami?" deydi. "Shunday o'quvchingiz bor edi." "Ha, esimda" deydi. "Meni" deydi, "siz 1 riyol bilan xursand qilgansiz." O'qituvchi aytadiki, "Ha, o'sha 1 riyolni menga qaytarganni kelding" deb kulib javob beradi. Sulaymon indamaydi-da, uni bir qasr tomon boshlab boradi. Va unga yangi qasr ichida xizmatkorlari bilan va eng yaxshi o'sha zamonasini zo'r ulovon mashinasini hadya qiladi. O'qituvchi sarosimaga tushib qoladi-da, "Siz xursandmisiz?" deydi Sulaymon. "Men" deydi, "hushimdan ketadigan darajada xursandman" deydi. "Yo'q" deydi. "Meni yoshligimda 1 riyol berib xursand qilganingizchalik siz xursand emassiz" deydi. "Meni u yerdagi xursandchiligim juda ham dunyolarga sig'masdi" deb va bundan keyin ham uni holidan xabar olib turishligini Sulaymon Rojihiy ustoziga mana shunday iltifot ko'rsatadi. Xulosa o'rnida shu narsani aytish mumkin. Bir insonni hayotida yaxshi bir nom qoldirilsa, u bu dunyoda javobsiz qolmaydi. Oxiratda endi Alloh taolo unga ko'p yaxshiliklarni tayyorlab qo'yibdi. Va yaxshilik ko'rganda javoban yaxshilik qilish bu ham insonning ishi, mo'minning ishi, eng muhimi mard insonning ishi.